2 oyda bitiramiz deb olgan zakazimizni profili keldi, lekin mana 3 oy bo'lyapti, hali ham bitira olmayapmiz. Odam xijolatdan bo'lib ketdi уже. Nimaga? Chunki termorazdvижной o'rtasida palamiti bo'ladi. Ikkita alyuminni o'rtasida o'sha termomost deymiz, palamiti bo'ladi. O'sha narsani Xitoydan bermaganda, uni отдельный chiqarib yuboribdi. Mana hozir kelayotgan haftaga kelarmish. Mana hozir akam telefon qildilar. Mas'uliyatini olasiz, qilaman deysiz-ku, lekin mana zapasi bilan aytgan narsangiz ham oxirgacha bitmasligi mumkin-da. Shuning uchun baribir libboy narsada skladingizda turgan bo'lsa borku, karillab etasiz. Bormanda, yorib tashlayman. Lekin mana skladingizda bo'lmagan narsaga ko'ryapsiz, mana 2 oy deganmiz, videolar chiqarib, shov-shuvlar yo'q-yo'qlar qildik, lekin mana 3 oy bo'ldi. Уже telefon qilib aytayotdilar, ukam, yana qancha kuting? To'ppa-to'g'ri aytayotdilar. Ularning o'rnida bo'lsa, men ham aytardim-da. U pulni olib, оборот qilib yurgan odamga o'xshab ko'rinasizda, baribir. Menga ham kimdir shu chiqsa, men ham shunaqa deb o'ylagan bo'lardim. Xullas shunaqa gaplar, endi поддержка qilib turaylik, endi inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lib shu narsani topshirib olaylik endi. Sizlarni ham oldida, akamni ham oldida Alloh yuzimizni yorug' qilsin deb turibmiz endi.